Dormon tarafda joylashgan yangi obyektimizni. Hop. Bu joyimiz уже bit bo'lgan bo'lgan. Tepalari fotolari, gips kardonlar hammasi qilib, ichida stiklovati, penepleksli mana ko'rasizlar, mana narsalar qilingan. Mana bunasi bilan qilishgan, va foydasi bo'lmagan. Xudo xolasa joyimizni bitirdik. Ko'rtursizlar. Lekin rosa qiyin bo'ldi, chunki mana taxtalar bor, hammasi uni orasidan sepish va fisha azobda. Qalinligini ko'rasiz, strapli to'lgan. Ko'rsatma yaqinlashtirib, ko'rasizlar, strapli to'lgan. Qalinligi 15-16 bo'lib ketdi уже. 14-15 edi o'zi. Strapli to'ldiramiz deb aytishdi, o'shaning uchun to'ldirib tashladik. Yana ko'rasizlar, xonani sepdik. To'ldi polimiz. Joylarga hammasini ajratib, xonadan xonaga ovoz eshitilmasligi uchun bunaqa yopganmiz. Вот именно sanuzel bu yerdan hid chiqadi, har xil tovushli chiqmasligi uchun ham bu yerda polностью yoq tarafidan ham, bu yoq tarafidan ham yopganmiz buni. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, pastga raqamga murojaat qilinglar. Kuningizlar xayrli va barakatli o'tsin.